Assalomu alaykum ahli YouTube, Instagram, TikTok. Mana bizning xonadonimiz, chiroyli bir xonadonimiz. Ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. To'xtab qolsa, sizlarga bir tanishtirib, chiroyli betlarimiz panel qoqilgan endi, bolalarimiz olib tashlab, xohlasa chiroyli qilib mana shu obyektimizga qancha tunikafon ishlatdik. Hamma narsani sizlarga tushuntirib, ustini yo'q hamma narsasini men sizlarga tushuntirib o'taman. Tarnovlar, ko'rinishlari, uyda ko'rinishi. Faqat 04 Toshkentlisini ishlatganmiz. Tarnovlarimiz ham katta, 38 rasxoddan chiqadi. Endi uyimizni qo'limizdan kelganicha endi qiyshroq, berikosroq joylarni yopib chiroyli qilib berdik. Holatlarni bir sizlarga tanishtirib, ichkarini bir ko'rasizlar. Xudo xolasa baho berib o'zlaring. Mana darvozaxonamiz pastakkina. Endi mana shu hosilni qilib, o'rtasiga bitta kosmos qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa keyinchalik faqat. Hozir bitta ikkita ishlarimiz bor. Mana bo'linganda mana shunday qilib bo'lib yubordik. Mana shu holatga keltirib, qo'yganchamiz bu yerda ochiq turadi. Ustunlarni ham ko'rib. Alkogol listlarimiz mana shu yerda mana podsetga aylangan. Yonadi buni ichlari. Mana shu narsamiz alkogoldan tayyor bo'ladi. Mana shu akamiz qatirib turgan narsalarimiz. Alkogoldan, bu MDFdan qilib bermaymiz akalar. Ertaga ishib ketishi bor, boshqasi bor. O'shancha alkogol tavsiya qilamiz videogalariga ham, kimdir endi bizga qildiradimi, qildirmaymi? Faqat shu alkogolni o'ydirsa, ertaga keyinchalik ham o'ta bir sifatli narsa bo'lib chiqadi. Xorilarimizning ko'rinishlari, uyimizda hammasini o'ziga moslab chiroyli qilib bergan. Betimizga 245 kvadrat ketdi tarnovimiz. 92 metr tarnov ketdi. Ana holatlar. Tarnovlarimizni metrlarini aytaman. Buni ichiga taxta, mana germetiga hamma narsa usta haqi 1 metr mana shu tarnovimizni 65 ming so'm. 04 Toshkent lislari bo'lsa, agar yuqori bo'lsa kelishamizki 31 rasxodlarimizni 60 ming, 55 ming qilib beryapmiz. Mana ustunlar. Bu xonadonimizda akalar, ukalar, opalar, singillar 135 ming so'mdan hamma narsa rasxod ichida, hattoki mana shu lentalari yo'q, hamma narsasi 04 bo'lgan. Javob beramiz 100%. Hamma narsasiga 04ligiga javob beramiz. Kimga mana shunday tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqasizlar. Qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib beramiz. Aka, nima gaplar? Uylaringiz zo'r chiqdi, xudo xolasa. Yaxshimi axir, ishlarimiz ma'qulmi aka? Ma'qul. Bu ishimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida yakunlandi. Ustakalamizlar mana uylarning ko'rinishi. Kimga mana shunday tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bergan pulingizga rozi bo'lasiz aka. Xo'p.